200 12-13 sekundda chiqsa kerak aka. yo'q 200 ni tanlaysizmi? Biloljon, dunyoda ikkita narsa buzilmas ekan. Birinchisi Kalashnikov bo'lsa, ikkinchisi 200 baribirga boshqacha mashinada bu. Ya aziz aka, 200 paytida eng zo'ri bo'lgan, lekin bu o'tmish. Kelajakka qarab yashash kerak. Hozir eng zo'ri 300. Hozir farqlarini sizga tushuntirib beraman. Aka, rasxotidan gaplashadigan bo'lsak, 200 20-25 ta ichadi. To'g'ri. A 300 15-16 ta ichadi. Bo'lishi mumkin emas, aka. Aka, shunaqa. Aka, 300 3,5 litrli twin turbo dvigateldan jihozlangan, 415 ta ot kuchiga ega, 0-100 km/soatga 6 sekundda chiqadi. 200 gacha. 4.6 dvigatel bilan jihozlangan, atmosferniy motor, 8 ta silindr, 0-100 km/soatga adashmasam 13-14 sekund. 300 kamizlarning kapoti, krilosi, eshiklari hammasi yengil alyuminiydan ishlangan. O'shaning hisobiga rasxoti ham ancha kam. Aka, Toyota 300taligimizga eng oxirgi Toyota texnologiyalari ishlatilgan. Misol tariqasida 300taligimizni bitta rulni birib ko'ring. 200 ni ham rulni birib ko'ring. Toyota'ning eng oxirgi multimedia tizimi, klimat, multirul, sifroviy tablo, u ham mayli, ikkinchi qator uchun juda ham zo'r qulayliklar qilib qo'yilgan. Отпечатка politslari ham bor. Yo'q, mashinada ham отпечатка politsiya bo'ladimi? Aka, bu eng fuli. Gap bo'lishi mumkin emas. Hozir buni nastroyka qilib, o'zimga to'g'rilab olsam bo'ladi. Mendan boshqa hech kim haydolmaydi. Shunaqa aka. Zo'r ekan. Ya aziz aka, shundan keyin ham 200 ni tanlaysizmi? Aka, meni ikkilantirib qo'ydingiz. Endi buni obunachilarimiz tanlaydi. Sizlar qaysi birini tanlagan bo'lardinglar? 200 nimi yoki 300 ni? Kommentariyada javoblarni kutamiz. Sizlar bilan Biloljon Motors hamda Benefit Motors bo'ldi. Salomat bo'linglar. Salomat bo'linglar.